Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Kanalimga xush kelibsizlar. Bu yangi ochgan kanalim. Endi faqat mana shu kanalda YouTube kontentlar davom etadi. Oldingi kanalim ham bor edi, Usanov 19 degan. Ya'ni bu ham Usanov 19 YouTube kanali. Unda 137 tadan ortiq video darsliklar bor edi. Faqat unda chet el tibbiyotiga oid video darsliklarni tarjima qilib qo'yganligim uchun mualliflik huquqi tushib, 3 tadan ko'p tushib, ushbu kanalim yo'q bo'lib ketdi. Endi esa yangi kanal ochdim va bu kanalda oldingi eski videolarimni qo'ymayman. Yangitdan video darsliklar qo'yilishi davom etadi. Endi oldingi kanalimda chet el video darsliklarini tarjima qilganim uchun katta kanallarni darsliklarini olib tarjima qilganman va o'sha darsliklarimni 3 tadan ko'pi prosmotri yuqorilab ketgan, 10 mingdan oshganligi uchun o'sha kanalning egasiga ham subshestva bo'limiga borib o'sha ogohlantirish borgan va ular menga strayk tashlagan. Va o'sha strayk natijasida kanalim yopilib ketdi. U strayk tashlagan odamlar bilan ham bog'lanib ko'rdim, iloji bo'lmadi. Endi esa bu kanalga oldingi videolarim joylanmaydi. Agarda kimgadir eski videolarim kerak bo'lsa, marhamat, Telegram kanalim bor. O'sha Telegram kanalimda yozsanglar, albatta tashlab beriladi. Telegram kanalimda yoki muhokama kanal gruppasi ham bor. O'sha muhokama gruppasiga ham tashlab boriladi. Eski video darsliklardan faqatgina ayrimlarini joylayman. Ya'ni qaysilarini oxirgi marta chiqarilgan, ya'ni qog'ozda chiqqan anatomiyaga oid, ya'ni angiologiyaga oid, jigar va o't yo'llariga oid video darsliklar chiqadi. Va eski videolarimdan isitma patofiziologiyasi hamda shish patofiziologiyasiga oid video darsligim chiqishi kuzatiladi. O'shani albatta kanalimga kirib ko'rib, albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Albatta do'stlar, oldingi kanalimda 5600 tadan ortiq obunachi bor edi. Albatta bu yangi kanalni ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Chunki YouTube algoritmi mana shunaqa ishlaydi. Obunachilar bilan bog'liq holatda ishlaydi. Agarda ko'proq obuna bo'lib, ko'proq prosmotrga erishsak, kanalni ham o'sha darajasi oshib ketaveradi. Ya'ni 500 tadan keyin subshestva bo'limi ochiladi va boshqa imkoniyatlar ham kanalda ochiladi va bu kanalda imkoniyatlardan foydalanib sizlarga yaxshiroq kontentlar berishga harakat qilib boraman. Yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Men xirurgiya yo'nalishida o'qiyman. Shuning uchun kanalimizda parallel ravishda xirurgiyaga oid video darslar va kontentlar parallel ravishda ham chiqib ketadi. Shuning uchun agarda kimdir xirurgiyaga qiziquvchilar bo'lsa, kanalimizni qo'llab-quvvatlashinglar mumkin. Albatta mana shu kanalda chiqadigan video darsliklar sizlarga oz bo'lsa-da foydasi tegsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.